Xo'p, qadrdonlar, bugun oshlarimiz va egalari bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, Muzaffar aka 7-xona 2,5 kilo choyxona osh, Rustam aka 2,5 kilo achchiq osh, 8-xona, Sunnatulla aka 3-xona o'zimizning oshpaz aka shu yerda egallar. Xo'p, Dilshod aka achchiq osh 1,5 kilo, Rasul aka sho'rva, shashlik. Xudo xolisa, Mirhamdam aka sizga tegishli ekan 9-xona bu. 1-xona Oyibek aka 1,5 kilo achchiq osh, Mahmud aka hop, Asalti 13 kishilik, hop, Abbos 2 kilo achchiq osh, Bahodir aka hop 1,5 kilo choyxona palov. 4-xona bedana asarti. Xudo xolasa, akalar bugun ham ishimiz ko'p. Alhamdulillah, Xudoga shukr, sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan mana chiroyli qilib fayzli qilib choyxonalarimizni yurg'izamiz. Hammalarni ovqatini kutib qolamiz. Kelinglar, maza qilib ketasizlar. Shu ismi chiqqan akalarga videolarni jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa ular ham kelib, mana shunaqa chiroyli go'zal taomlarimizdan nima deydi? Maza qilib ketsin, Xudo xolasa. Hammalarni kutib qolamiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, xayrli kech. Xudo xolasa bugun shanba, haftani 6-kuni 10-yanvar. Oshlarimiz bilan ketib mana egalariga tortib qolamiz. Xudo xolasa bu 1,5 kilo choyxona oshimiz. To'dalarga chempion bo'lsin, maza qilaylik deyishdi. Xudo xolasa mana bitta rang ro'ylariga guruchlarimizga ahamiyat beringlar, qilich bor. Hammalarni ovqatni kutib qolamiz, kelinglar.